Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana alhamdulillah bu apparatimiz yonda sifatida yana bir uskunamiz xudo xohlasa, ya'ni nonchi UMA brendi asosida ishlab chiqarilayotgan eng arzon apparatlarimizdan biri nonchi uskunamiz xudo xohlasa Tojikiston Respublikasiga yo'l olmoqda va birodarimiz bergan zakazlari bo'yicha to'plangan apparatni to'liq sinovdan o'tkazmoqdamiz. Nafaqat Tojikistonga, balkim u Qo'yliq bo'ladimi, Andijon bo'ladimi, yurtimiz boshqa viloyatlari bo'ladimi, har bitta apparatimiz mana shunday holatda to'liq sinovdan o'tkazib, birodarlarimizga keyin chiqarib yuboriladi. Mana o'zimiz seximizdagi sinov jarayonlari. Bemalol ko'rishlaring mumkin bo'lsa. Nonchi uskunamiz UMA brendi asosida ishlab chiqariladi. Narxi kompressor $500. Kimga kerak bo'lsa, bemalol quyidagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Har bitta uskunamiz chiqarib yuborishdan oldin mana shunday to'liq seximizda sinov jarayonlari o'tkaziladi. Ma'qul kelgandan keyingina o'zimizda uskunamiz egalariga chiqarib yuboriladi. Eng arzon uskunamiz, shuna bo'lishiga qaramasdan qo'ylab turgan barcha zapchast qismlarimiz originaldan qo'yilgan, ko'rganingizdek. Bundan tashqari sxemasi ham o'zimizda UMA brendi asosida ishlab chiqarilgan mikrosxema qo'yiladi. UMA